Eng xavfli ishlardan bittasi elektriklikda bir kunda ishlab necha pul topsa bo'ladi. Biz shuni bilgani bir kun elektrik bo'lib ishlab ko'ramiz. Qani bo'lmasa, ketdi. Eng xavfli ishlardan biri deganimda menimcha hamma o'zi tushunib bo'lgan bo'lsa kerak, chunki tok urish orqali hamma elektriklar yaxshigina orzu silishadi. Men bo'lsa shunaqa tok urib mazam qochib qolmasligi uchun ancha ehtiyotkorlik bilan ishlashni boshladim. Birinchi kelgan lokatsiyamizda bu katta novostroyka bo'ldi. Bu yoqda katta brigada bo'lib turib, hamma elektriklar birga ishlashar ekan va hozir hamma joyga simlarni o'tkazib, korobka holatiga yaqin qilib qo'yishayotgan ekan. Men bo'lsa ustozim bilan o'zi simlar qanaqa qilib o'tkaziladi, keyin qanaqa qilib bir-biriga ulanadi, hammasini o'rganib oldim. Qisqa qilib aytib beradigan bo'lsam, hamma rangi bir xil simlarni birga qilib turib, keyin ularni yaxshilab o'rab, keyin izolenta bilan bog'lab qo'yishingiz kerak bo'lar ekan. Faqat montaj ishlari boshlangan obyektlarni qidirdim, lekin topolmadim. Ya'ni svet, rozetka o'rnatilayotgan xonadonlar hali chiqmadi. Keyin shitlar qanaqa ishlashini ham ko'rib o'rganib oldim. Bilasizlarmi, elektriklar uchun bu ish umuman xavfli bo'lmaydi. Agar hamma joyda svetlarni o'chirib qo'yish ham bo'lsa, agar svet yoqib qoladigan bo'lsa, mana buni holatlarga ham tushib qolishingiz mumkin. Bunaqa kontentimiz uchun sizlar albatta bizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki shu oy oxirigacha 150 mingta bo'lishimiz kerak. Shunaqa elektriklar o'zi bir kun ishlab necha pul topishi mumkinligini ko'rishingiz mumkin.